1995-yilning oktyabr oyida O'zbekiston televideniyasida bir reklama roliga rosa aylandi. Taniqli jurnalist va boshlovchi Furqat Zokirov ovozi bilan Finidi, Amuniki, Shkvirin Qosimov 21 oktyabrda Paxtakor markaziy stadionida Afro-Osiyo kubogida deb yangragan video barcha futbol muxlislarini o'ziga qaratgandi. O'shanda O'zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro o'yinda Nigeriya milliy termasi bilan o'ynagandi. Bugun biz shu voqea va uning atrofidagi gaplardan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Afro-Osiyo kubogi bu o'zi qanday musobaqa edi? O'zbekiston milliy termasi unga qanday qilib qo'shilib qolgandi? Turnir to'liq shaklda Afro-Osiyo millatlar kubogi deb nomlangan. Unga 1978-yilda asos solingan edi. G'oyaga ko'ra, unda ikki konfederatsiya vakillari, Afrika millatlar kubogi g'olibi va Osiyo kubogi yoki Osiyo o'yinlari chempioni to'qnash kelishi va kuchlisi aniqlanishi kerak bo'lgan. G'olibga esa tegishli sovrin topshirilgan. Dastlabki bahs 78-yilda o'tkazilgandi. O'shanda Osiyo chempioni Eron ikki o'yinda Afrika millatlar kubogi g'olibi, ya'ni Gana milliy jamoasi bilan uchrashishi kerak edi. Tehronda eronliklar 3-0 hisobida g'alaba qozonadi. Afrikadagi javob o'yini esa siyosiy sabablarga ko'ra o'tkazilmaydi. Bahs g'olibi aniqlanmaydi, kubok topshirilmaydi va musobaqa umuman o'tkazilmagan deb hisoblanadi. 1985-2007-yillarda orada uzilishlar bilan 7 marta Afro-Osiyo millatlar kubogi o'ynaladi. Unda Afrikadan Kamerun, Misr 2 marta, Jazoir, Tunis, Côte d'Ivoire, Osiyodan 2 martadan Saudiya Arabistoni, Yaponiya 1 martadan Janubiy Koreya, Eron qatnashadi. Biz uchun eng ahamiyatlisi 95-yilda O'zbekiston milliy terma jamoasi Afrika millatlar kubogining amaldagi chempioni Nigeriya terma jamoasi bilan 2 o'yinda ishtirok etadi. Hammamiz bilamiz, O'zbekiston terma jamoasi o'shanda Osiyo chempioni emas edi. Undan keyin ham bu unvonga erishmagan. 1994-yilda Osiyo o'yinlar chempioni bo'lganmiz. Murabbiy Rustam Akramov boshchiligida milliy jamoamiz ajoyib g'alabani qo'lga kiritgandi. Buni avvalgi ko'rsatuvlarimizda ham gapirib o'tgandik. O'sha paytda ayrim manbalarda xalqaro arenada yangi ishtirokini boshlagan yosh jamoa O'zbekistonning Hirosima 94dagi yutug'i yuqori baholangan va Afro-Osiyo kubogida ishtirok etish uchun amaldagi Osiyo chempioni Yaponiya o'rniga aynan O'zbekiston tanlab olingan deyilgandi. Ya'ni bu safar istisno tariqasida musobaqaga Osiyo o'yinlari chempioni taklif qilingan degan xabar tarqalgandi. O'shanda O'zbekiston futbolining 94-yildagi unikal natijasiga yuqori baho berilgani, Afro-Osiyo kubogi bahsiga qo'shilgani albatta faxrlanishga arziydigan fakt. Biroq bu turnirda undan oldin ham Osiyo o'yinlari chempioni ishtirok etganini eslatib qo'yish biz uchun ham qarz, ham farz. 87-yilda Janubiy Koreya, 91-yilda Eron Afro-Osiyo kubogida Osiyo o'yinlari g'olibi sifatida qatnashgan edi. 95-yilda Osiyo jamoasi qaysi mezonga qarab tanlanganidan qat'iy nazar Nigeriyaga qarshi o'tgan 2 o'yin O'zbekiston futbolining tarixiga kirdi. Xo'sh, Nigeriya milliy termasi o'shanda qanday jamoa edi? Shunga ozgina to'xtalsak. Bu jamoani dunyo futbol ahli 1994-yilda AQShda o'tgan jahon chempionatida yaxshi eslab qolgandi. Super burgutlar. Nigeriya terma jamoasini shunday deb atashadi. O'shanda guruhda Argentina, Bolgariya va Gretsiya bilan o'ynagan nigeriyaliklar birinchi o'rindan play-offga chiqqandi. Shuning o'zi sensatsiya edi. Ayniqsa, birinchi turda Bolgariya ustidan 3-0 hisobda erishilgan g'alabadan keyin jamoaga jiddiy qarashni boshlashgandi. To'g'ri, o'sha mundialdan sal oldin bahorda Nigeriya milliy termasi Tunisda bo'lib o'tgan Afrika millatlar kubogida g'olib chiqqan edi. O'sha tarkib yozda deyarli butunlay jahon chempionatiga yo'l olgandi. Ochig'ini aytish kerak, bu jamoani dunyo futbol ahli, shu jumladan o'zbekistonlik muxlislar aynan mundialdagi ishtirokidan eslab qolgandi. AQSh 94da Amokachi, Yekini, Amuniki, Finidi, Okocha, darvozabon Peter Rufay kabi iqtidorlar Afrika futboli sezilarli o'sish qilgani, 90-yilga Kamerun sensatsiyasi bejizga bo'lmagani, jamoa istagan qit'a vakili bilan tengma-teng kurasha olishini isbotlagandi. Nigeriyaliklar nimchorakda Italiyaga to'qnash kelib, minimal hisobda yutqazadi. Ular hatto hisobda oldinda ham edi.
Biroq futbol dahosi va sehrli tayoqcha Roberto Baggio hisobni tenglashtiradi. Overtime'da yana g'alaba golini uradi. O'zbekiston terma jamoasining 94-yilda Hirosimada erishgan tarixiy g'alabasi haqida ko'p gapirilgan. Bu ulkan voqea haqida son sanoqsiz hujjatli film, ko'rsatuvlar olingan, kitoblar, maqolalar yozilgan. Tafsilotlarga to'xtalib o'tirmaymiz. Faqat qo'shimcha qilish mumkinki, Nigeriya bilan bahsda milliy futbolimiz hali ham Hirosimadagi g'alaba kayfiyatida bo'lib, tarkibni tuzishda o'sha g'olib o'yinchilarga ko'proq urg'u berilgan edi. 21-oktyabrda Paxtakor markaziy stadioni tomoshabinga to'lib toshdi. 55 mingta odam shu kuni ajoyib o'yinni ko'rgani keldi. Kuzning iliq kunlari hali chekinmagan, quyosh bearmon nur sochib turibdi. Poytaxtda esa katta futbol. O'yinning rasmiy qismi biroz cho'zilgan. Futbolchilar va hakamlarga gullar, esdalik sovg'alar topshirilgan. Hamma katta bayram kayfiyatida edi. O'sha kuni mehmonlar tarkibida e'tibor bering, 94-yilgi mundialda o'ynagan 8 nafar futbolchi maydonga tushgandi. Bu albatta Nigeriya terma jamoasi Toshkentga asosiy zaribdor tarkibda kelganidan dalolat edi. Mehmonlar safida jahon chempionatiga bormagan Oser himoyachisi Taribo West hamda Ajax tarkibida o'sha yili Chempionlar Ligasini yutgan Nwankwo Kanu ham bor edi. 90-yillar futbolini ko'rgan muxlislar bu nomlarni yaxshi eslasa kerak. Nigeriya jamoasini Toshkentga niderlandiyalik mutaxassis 49 yoshli Jo Bonfrere olib kelgandi. Shu o'rinda O'zbekiston tarkibiga ham qaraymiz. Maydonga tushgan 9 ta futbolchi Hirosimada chempion bo'lgan gvardiyadan. Fikrimizcha, bu bir tarafdan o'sha o'yinchilarning shu to'qnashuvga sababchi bo'lganlari e'tiborga olingan bo'lsa, ikkinchi tomondan dunyoning kuchli va nomdor jamoasiga qarshi o'yindagi ishtirok ularning milliy futbolimizdagi xizmatiga hurmat belgisi ham edi. Jamoani 46 yoshli trener Aleksandr Ivankov maydonga tushirgandi. Manbalarni qarab chiqdim. Mutaxassis milliy termaga Rustam Akramovdan keyin tayinlangan ekan. Nigeriyaga qarshi o'tgan 2 o'yindan keyin jamoaga boshqa murabbiylik qilmagan. Demak, O'zbekiston Nigeriya yaxshi insonlarning sa'y-harakatlari bilan uchrashuv videosi internetga joylangan. Bugun ham uni bemalol tomosha qilish mumkin. O'yin tafsilotlariga chuqur to'xtalmaymiz. Shunchaki ayrim e'tiborga loyiq, shuncha yil o'tgandan keyin ham esdan chiqmagan, o'sha o'yinni yodga soluvchi ba'zi holatlarni aytib o'tamiz xolos. Ta'kidlash kerak, O'zbekiston jamoasi o'yinga yaxshi tayyorlangandi. Taktikani tushunish qiyin emas edi. Imkon boricha jamoaviy pressing orqali to'pga egalik qilish, o'yin nazoratini qo'lga olish, oldingi uzatmalar bilan hujumlarni tashkil etish maqsad qilingandi. Qosimov, Lebedov, Shkvirin, Sharipov, Magometov, Abdurayimov o'zaro aniq paslar bilan kombinatsion o'yinni tashkil qilishga urinishadi. Lekin o'yinda hisobni Nigeriya ochadi. 10-daqiqada himoyamizdagi sustkashlik golga olib keladi. Hujumchi Samson Siasia to'p kiritadi. O'shanda gol muallifini stadiondagi tabloda ham, ayrim boshqa manbalarda ham Oliseh deb yozishgandi. Protokolda Siasia yozilgan. Shunisi to'g'ri. Jamoamizning birinchi taymda hisobni tenglashtirishga urinishlar samara bermaydi. Ikkinchi bo'lim voqealarga boy bo'ladi. O'zbekiston termasi ancha faollashadi. Hisobni tenglashtirish asosiy vazifa qilinganini tushunish qiyin emasdi. Darvoza tomon bir qancha zarbalar beriladi. Biroq goldan darak yo'q edi. Raqib esa yana vaziyatdan unumli foydalanadi va himoyamizni haqli ravishda jazolaydi. Hujumlardan birida o'ng tarafda nazoratsiz qolgan Viktor Ikpeba darvozani aniq nishonga oladi. 0-2. Oradan 5 daqiqa o'tar o'tmas stadion hayqirig'i butun atrofni larzaga soladi. Ilhom Sharipovni yiqitishgani uchun belgilangan jarima zarbasi gol bilan yakunlanadi. Mirjalol Qosimov o'zining klassik usulida to'pni darvozaning yuqori burchagiga mixlaydi. Muhimi, birinchi javob goli urilgan. Bu yog'iga ijobiy natija uchun harakat qilsa bo'lardi. Ammo bayram uzoqqa cho'zilmadi. Yana himoyadagi xato, yana gol. 1-3. Shunisi ortiqcha bo'ldi degandi muxlislar. Shunisi endi kerak emas edi. Endigina o'yinga qaytgandik. Yomon alam qilgandi. Shundan keyin ham jamoamiz taslim bo'lmadi. Xarakter ko'rsatib oldinga boraverdi. Buning mukofoti ham keldi. Birin-ketin tepilgan burchak zarbalaridan bittasi gol bilan yakunlandi. Standart vaziyatda jarima maydonchasiga yetib kelgan himoyachi Andrey Fyodorov baland sakrab, boshi bilan to'pni darvozaga aniq yo'llaydi. 2-3. Hisob shu bilan o'zgarmaydi. Ancha jo'shqin, xavfli vaziyatlar va gollarga boy o'tgan o'yin Nigeriya jamoasining g'alabasi bilan yakunlanadi. O'sha uchrashuvni gapirganda yana bir jihat ham esga keladi. Muxlislar tili bilan aytganda, kartoshka ekiladigan dalani eslatuvchi, g'adir-budur, olachipor futbol maydoni hozir biroz xunuk va g'ayritabiiy ko'rinadi. Ha, o'shanda futbol shunaqa maydonda o'ynalgan. Bugungi sharoitlar gilamdek tekis maydonlar bilan aslo solishtirib bo'lmaydi. Bu ham bir tarix. Oradan 20 kun o'tib 10 noyabrda
Lagos shahrida javob matchi bo'lib o'tadi. Mahalliy stadion 60 ming tomoshabin bilan liq to'ladi. Uchrashuvni O'zbekiston televideniyasi olib ko'rsatgan. O'yinda Nigeriya tarkibida AQSh 94 ga borgan 11 nafar futbolchi zaxira almashtirishlar bilan maydonga tushadi. Toshkentda o'ynamagan, Anderlecht safida Belgiya chempioni bo'lishga ulgurgan 17 yoshli Celestin Babayaro boshlang'ich tarkibda paydo bo'ladi. 82-daqiqada Emmanuel Amuniki kiritgan to'p o'yinda yagona gol bo'ladi va Afrika vakili Nigeriya milliy terma jamoasi 2 uchrashuv natijasiga ko'ra Afrosiyo Kubogi g'olibiga aylanadi. O'sha ikkita matchdan olingan taassurotlarga tayanadigan bo'lsak, fikrimcha o'zbekistonlik muxlislarda mag'lubiyatdan qattiq alam va afsus kayfiyati bo'lmagan. Ha, bizda vaziyatlar bo'lgandi, yomon o'ynamagandik, lekin raqib kuchli edi. Natija ham adolatli bo'lgandi. Menimcha, o'sha to'qnashuvdan olingan dars muhim edi. Birinchidan, FIFAga endigina a'zo bo'lgan mamlakatimizga ilk marta shunday nufuzli musobaqada dunyo tanigan jamoa kelgandi. Ikkinchidan, mahalliy o'yinchilar imtihondan o'tkazilgandi. Kamchiliklar, xatolar ko'ringandi. Shuning o'zi ulkan ahamiyatga ega edi. Kuchli raqiblar to'qnash kelishning o'zi ham katta saboq, katta maktab. Mana do'stlar, shu voqealarga 30 yil to'libdi. O'tgan davr ichida turli musobaqalar doirasida yurtimizga qaysi jamoa kelmadi? Kim bilan bahslashmadik? Qanchadan qancha g'alaba-yu mag'lubiyatlarni ko'rmadik. Lekin o'sha Nigeriya jamoasi tashrifi milliy futbolimiz uchun muhim voqea, o'ziga xos imtihon bo'ldi va tarixga aylandi. Bugun sizlarga atab qo'yganlarimiz shulardan iborat edi. Hozircha sizlar bilan xayrlashaman. Kanalimizga obuna bo'ling. Izohlarda fikr va takliflaringizni qoldiring. Bizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring. Ko'rishguncha omon bo'ling.